Dars zapis ketyapti. Demak, eslatib o'taman. O'tgan safar nimalarni o'tdik, do'stlar? O'tgan safar o'tdik. Mana bu K ekan, K, G harfi ekan. K va G. K harfi bo'lib kelar ekan birinchi bo'g'inda. G, gul yoki bo'lmasam gul shapshyapti, boshqa narsalar. O'shalarda demak o'rtada kelsa, o'rtadagi bo'g'inda. Ikkinchi bo'g'inda, uchinchi, to'rtinchi hamma harf bo'lib kelar ekan. Eslatib o'taman, qanaqa yozilishini. Tak, mana. Misol tariqasida mana K dedik, yana bitta yozdik. Birinchisi K bo'ladi. Komil degan ismdagidek K. Ikkinchisida G bo'lar ekan. G harf. Demak, K, G. Yana davom ettiraman eslatishda. Mana bu K, A, pastda pachim degan narsa o'tgan edik. Pachim bo'ladigan bo'lsa bizda pachimdagi harfimiz K harf bo'lar ekan. Yerga to'p etib tushar ekanda, ovozi chiqmay qolar ekan. Kak deb o'qilar ekan bu narsa. Deylik, bu narsamiz kak. Alohida o'qisak K, K. Birga o'qiydigan bo'lsak K, G bo'lar ekan. Demak, ma'nolari K hamda G ekan do'stlar. Qaysi holatda nima bo'lishini ko'rdik. Qoidani eslab qoling, eng muhimi qoida. Demak, birinchi bo'g'in ovozsiz. Ikkinchi bo'g'in ovozli qo'pol qilayotganda, okey? Mana K, G ekan. Bu yerdagi narsa kak bo'lar ekan. Kak. Endi bu harfimiz N. Mujik harf hisoblaymiz, a? Nimaga? Chunki o'zgarmaydi. Boshida kelsa ham, oxirida kelsa ham, pastga tushib ketsa ham, tepaga ko'tarilib qolsa ham, demak, o'zgarmas ekan. Kibr bo'lmagan harf ekan, okey? Kibirmas ekan bu harfimiz. N harfi ekan. Bu TD. T hamda D ma'nolariga ega harfimiz. T hamda D. Demak, T harfi hamda D harfi xuddi K ga o'xshab o'zgarar ekan. Boshda kelsa, ta, yana bitta yozadigan bo'lsak, da bo'lib qolar ekan. Ta, da bo'lar ekan. Pastga tushib qolsa, do'p etib yerga tushsa, ovoz chiqmay qolar ekan. Tat bo'lib qolar ekan mana. Tat. Okey? Demak, bitta bo'lsa, mana birinchi bo'lib kelsa, ovozsiz variant ekan. T harfi. T ovozsiz, jarangsiz. Keyingisi jarangli. Ta, da. Eslatib o'taman, bu A harfimiz edi. Drukki mudresdan chiqarib qo'ygan bo'lsa. Mana rangini qora rang qilib qo'ydim, mana shu A harfimiz. Okey. Bu harfimiz R va L. Mana bu. Rembo harfimiz qoidalarga bo'ysunmaydi. Rembo harfimiz. Rembo qoidalarga bo'ysunmaydi, boradi, otib tashlaydi, dushmanlarni boshqa qiladi. Qaysi ma'noda? Mana bu yerdagi narsalar o'zgargan ekan, qarang. Lekin bu harfimiz R, L bo'lishiga qaramasdan, mana R hamda L bo'lishiga qaramasdan, shunaqa yo'q. Lekin bunga qaramasdan yozilganda o'zgarishi qiyin masala ekan. Ya'ni men yaqinlashda bitta ko'rsatib beraman. Mana tasavvur qilamiz, yozdik. Mana bunaqasiga yozdik. Mantiqan bu ra, la bo'lib o'qilishi kerak yoki bo'lmasa lara bo'lib o'qilishi kerak. Mantiqan olib qarang, chunki tepadagilar o'zgaryapti. Bu o'zgarmaydi. Rembo harf bo'lgani uchun. Ikkalasida ham r bo'ladi. Ra bo'ladi. Juda ham bir yaxshi savol paydo bo'ladi bunaqa holda. Qachon l bo'lib o'qiladi? L bo'lib o'qiladi agar uni pachimga qo'ysangiz. Ral bo'lib o'qiladi. Yoki ular ikkita bo'lsa, ral, lal, ya'ni ikkita l keldi, ikkita r keldi va l ga aylanib qoldi. Rallal. Mana shu narsani o'qilishyapti. Rallal. Demak, ikkita bo'lsa, ko'rib turibmiz, mana bu bitta bor, tepada ham bitta bor mana. Shu uchun ikkita l, ikkita r harfimiz l bo'lib qolar ekan, yumshab qolar ekan. M harf ham mujik harf. Demak, M hamda N mujik harflar ekan. Qaysi ma'noda?
o'zgarmas ekan ular. Pastda, tepada va hokazo joylarda o'zgarmasdan bir xil bo'lar ekan. Mama, mam bu o'zgarmasdan bir xil bo'lar ekan. Keyingisiga o'tamiz. PB. Mening uchun mantiqan tushunarli. Qachon P, qachon B bo'lishi. PB. Demak, boshida kelsa pa, undan keyin kelsa ba bo'lar ekan. Pa, ba bo'lib o'qilar ekan. Va pachimda keladigan bo'lsa, mana pastdagi bo'lsa, birinchi variantda kelar ekan. Pap bo'lib qolar ekan. Pap. Tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Demak, bular o'zi oson narsa, hammasi oson, juda oson. Sejong aytgan. Aqlli insonga 1 soat yetadi hangilda o'rgangani. Jinniroq insonga 1 kun yetadi hangilda o'rgangani. Hangil bu narsaning nomi. Bu paytlar hangil bo'lmagan, Hunmin Chong'in bo'lgan bu narsaning nomi. Okey, keyingisiga o'tamiz. Tak. Keyingisiga o'tamiz. Keyin savollarga javob berib ketaman. Mavzudan tashqari ekan. Keyingisi demak. Buni ko'p ma'nolari bor. S, Sh hamda T harf bo'lib kelishi mumkin ekan. S, Sh, T. Namuncha gap shundaki, o'zgarishlari bor. Ahamiyat beramiz. A harf bilan keladigan bo'lsa, A harf esimizda ham palochkali. A harf sa bo'lib kelar ekan. Agar ikkitali bo'ladigan bo'lsa, o'sha palochka qaranglar, ikkita bo'lib qoldi. Bu yerda bitta edi, bu yerda ikkita bo'ldi. Sha bo'lib kelar ekan. Nimaga? Ikkinchi palochka qaranglar. A teng bittali palochkaga, mana bu narsaga. Ya eshitganmiz, ya degani teng bo'lar ekan ikkitali palochkaga. Mana ikkitali palochka. Demak, mana bu yerdagi y harfi mana bu yerdagi ikkinchi palochkaga o'xshagan. Bu nima degani? Ikkitali palochka keladigan bo'lsa, S harfimiz Sh bo'lib o'qilar ekan, okey? Demak, agar siz ismingiz Sh harfiga boshlanadigan bo'lsa, A, O harfini qo'ymang. Yo, ya qo'ying. Yoki I harfini qo'ying. I bilan ham Sh bo'lib keladi. To'g'ri, yumshoqqina varianti keladi. Sh keladi. Sh. Ko'ryapsizmi, kino ko'ryapmiz. O'sha narsadagi sh bo'lib kelar ekan. Tamam. Shamol, tamam. Shahzod yoki bo'lmasam Shohjahon emas. Sh. Kino ko'ryapmiz. Okey? Mana shunaqada ishlatilar ekan. Keyingisiga o'tamiz. Qachon T keladi? T keladi pachimda. Pachim nima edi? Yana bir bor eslatib o'taman. Pachim bu pasta bo'lib qolsa mana. Pot rus tilidagi pot pastagi. Koreys tilida ham pachim bo'ladi. O'zbek tilida ham pachim, rus tilida ham pachim bo'ladi. Demak, mana bu yerdagi o'qilishi sat bo'lar ekan, do'stlar. Sat. Okey? Prinsipi juda oson narsa. Keyingisiga o'tamiz. Mana bu dumalo ota harf. Men ota harf deb atayman, dada harf deyman. Doda tam farqi yo'q. Mujik, короче. Mujiklarning mujiki. Nimaga? Davайте bitta tushuntirib o'taman. Gap shundaki, bu harfimizni o'z joyini bolalariga, farzandlariga beradi. Hozir misolda ko'rsataman. Eng qiyin payti keldi. Demak, qaysi ma'noda u mujik harf, qaysi ma'noda u cho'tki mujik. Demak, vaziyatni tasavvur qilamiz. Bizda so'z bor mana. Sat. Okey? O'qilish sat ekan yoki tat. Mana tat bo'lib ketdi mana.
Demak, tat bo'lib kelgan ekan. Yoki kak bo'lib qolgan ekan mana. K A K. Bu yerda ham xuddi shunday. Sat. Yerga do'p etib tushganda ham bu. Jarangi yo'qolib qo'ygan, ovozi chiqmay qo'ygan. Qiq bo'lib qo'ygan, qarochi. Bu yerdagi ham tat. Ahamiyat bering. D emas, T. Shu payt dadasi keladi. Ota harf keladi. Ahamiyat beramiz. Ota harf kelsa, o'sha dumaloq harf kelsa, hamda unga bironta bir unli harf qo'shilsa, o'qilish bo'yicha, grammatik bo'yicha shunday qolaveradi, so'z bo'yicha shunaqa turaveradi. O'qilish bo'yicha. Mana bu to'rtburchak narsa o'qilish degani. O'qilish bo'yicha sa shi bo'ladi bu narsa. Sa shi. Ya'ni ota harf, mana bu yerdagi mujik harf o'z joyini berdi. Mana. Xuddi haqiqiy otalardek o'z joyini berar ekan. Bolam yerda qolib ketdingmi? Kim o'rnimga chiqib olgan deydi mana. Demak, pastga tushib t bo'lib qolgan narsani tepaga ko'tarib yana shga aylantirib oldi. Nega shga aylanib qoldi? Chunki i harfida s harfi sh bo'lib o'qiladi. Bu yerda ham xuddi shunaqasiga ota harf keldi deylik. Mana ota harf keldi. Mana bu yerdagi t harfimiz, demak nima qiladi? T harfimiz tepaga chiqib oladi. Tepaga chiqib oladimi? D harfi keladi. Tada bo'ladi. Tada. Okay? Mana shunaqasi eslab qolishingiz mumkin ekan. Yana bitta super buni qobiliyati bor. Super qobiliyati shundan iboratki, do'stlar. Qaraymiz. Mana koreys tilida bo'g'im bo'yicha gaplar ekanmiz. Mana kak, kaga. Tasavvur qilamiz, agar unli harf bilan boshlasanchi. Ismlar mana talabalarimiz orasida Aziza degan talabalarimiz bor. Ismigul degan talabalarimiz bor ekan. Mana Yonsa degan yozib qo'ygan bor ekan. Bu talabalarimiz agar yozmoqchi bo'lsa, o'sha ota harfni ishlatishlari kerak bo'ladi mana. Ya'ni mana yo harfmi? Mana kelar ekan. Va jim o'tirar ekan. Yo harfi yoki bo'lmasam a harfi, qiz bola harfi-ku qo'pol qo'yayotganda a, ya, i, yolar. Qiz bola harf, to есть ular uzoq vaqt bo'ladigan, bunda a deb turamiz. K ni k desangiz ö bo'lib qoladi. Demak, qo'shiq aytsam bemalol deydi-da, jim o'tiradi dadasi. Mayli, bemalol sayrasin deydi. Yo, a, i va ho'kizolar jim o'tirar ekan. Ovozi chiqmas ekan. Okay? Mana shuni harf ekan. Lekin davlat yana bitta kichkina bir g'amgin hikoyani gapirib beray. Bu kun olishibdi deb paytda do'p etib o'sha ota harf yerga tushibdi mana. O'shanda yerga to'q etib tushgandan keyin ham ng harfga aylanib qolar ekan mana. Okay? Demak, ozor chekibdi. Ng deb qopdi mana. Degan ovozga o'xshar ekan mana shunaqa. Okay? Mana shunaqasi yodlasangiz bo'lar ekan. Demak, har bitta harf alohida yodlash kerak emas. Hikoya qilib yodlasangiz bo'ladi, mnemonika qilib yodlasangiz bo'ladi. Mana demak, ota harf ekan, dumaloq ekan. Oldinlari kelishgan bo'lgan, turmush qurgandan keyin, qarochi, ko'p ovqat berishgan, semirib ketgan. Ng harf, dumaloq harfimiz. Mana shunaqasi yodlab qolishingiz mumkin ekan. Demak, qizini oldida ovozi chiqmas ekan mana. A, o, u hech qanaqa ovoz chiqarmas ekan. Yerga do'p etib tushsa, ng harfga aylanar ekan. Ng. Okay? Mana ng. Lekin ng deb o'qish kerak emas. Buni xuddi chaqaloq yig'lagandek nga deb yig'laydi o'shaman. Demak, davom ettiramiz. Yana qanaqa qobiliyatlar bor mana. Tasavvur qilamiz, kak deb yozilgan bor. Bunga grammatika qo'shdik bironta. Misol uchun mana u degan harfimiz. U yotib qo'ygan. U deb yotibdi, kasal bo'lgan. Mana shu narsani o'qimoqchi bo'lsak, bunaqa so'z yo'q, lekin o'qimoqchi bo'lsak, o'qiymiz mana bunaqasiga. Ota harf tepaga ko'tarib oldi. Mana shunaqasiga o'qish kerak ekan. K, G. Okay? Bu harf o'zgarmaydi. K bo'lib qolar ekan. Lekin ota harf mana bu pastdagi patchini tepaga ko'tarib olish mumkin ekan. Okay? Hamma tushunyapti degan umiddaman.
savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat shu bo'yicha. Kim tushunmagan bo'lsa. Mana shunaqa super qahramon bizani harfimizda bor ekan. Shapkali harflar haqida bundan oldingi darsda bitta gaplashib o'tgandik. Bitta eslatib o'taman. Demak, mana bizani K harfimiz bor. K harfi kiydirishimiz mumkin mana. T harfimiz bor. TD edi. Bu KG edi. Kilogramdagi G edi. Gramida bu kilo edi mana. Bu yerda ham TD edi. Mana. Agar bunga shapka kiydirib qo'yadigan bo'lsak, ko'rsam qolgan harflar ham bor. Mana P harfi ham bor. P harfimiz bor. P harfiga shapka kiydirsangiz, qizib ketaman-da, deydi. Sharfini yechib tashlaydi mana. Tomog'idagi sharfni yechib tashlab qo'pol qo'ygan mana. Dumaloq to'rtburchak bo'lib qolmasi uchun pastidagini ham cho'zib qo'yar ekan mana. Kattaroq tufli kiyib olar ekan, qo'pol qo'ygan. Demak, shapkalar nima degani? Tomoq og'rib, boshqa jarang chiqmaydi degani. K harfida KG edi. Bo'ldi, kasal bo'ldi bu. Tak, bizga o'zbek tilida o'tamiz. KG bo'ladi mana. Bu narsa T, D edi mana. Bo'ldi, boshqa jarang chiqmaydi. Shapka kiydi, boshqa D bo'lmaydi, boshqa G bo'lib qoldi. Tomoq og'riyapti. Bo'ldi, tomoq og'riyapti bu narsa. Bu ham PB edi mana. Shapka kiydirdik. Nimaga? Chunki bosh og'riyapti, tomoq og'riyapti, boshqa narsa bo'lyapti. Harfga aylanib qolar ekan. Okey, mana shunaqa narsa ekan. Boshqalari ham bor albatta. Eng kattasi mana qaranglar. Shapka X deganida, mana X degan ma'noda keladi. Mana ota harf bor edi. Ovoz chiqmaydi-yu bechorani. Jim turadi. Qizi gapirganda ham tam. Singlisi gapirganda ham. Demak, shapka kiydirib qo'ysak, birdan ikkita kiydirishimiz kerak bo'lgan. Ikkita shapka. Ikkita shapka kiydirdikmi, oddiy X harfiga aylanar ekan, yumshoqqanasiga. O'zbekcha X'ga o'zgarar ekan. O'zbekcha X ham ko'p joylarda eshitilmay ketadi-ku, xuddi shunaqa bo'lar ekan bu ham. Demak, X bo'lar ekan. Ko'p joyda o'qilmaydi ham. Nimaga? Chunki o'zi boshidan bu takoy jim turadigan bo'lgan harf bo'lgan. Shuning uchun ko'p joy. Demak, shapka X harfi ekan. Nimaga? Tomoq og'riganda tomog'imiz og'rigandek narsa ekan. T, K, P, oqko'zalar ham bor yana bor. Demak, ko'rdik, shunaqa narsa ekan. Tak, endi nima narsa qolib ketdi? Diftonglar qolib ketdi. Diftonglarni shu tozda o'tib beraman. Eng katta muammo diftonglarda bu E harflar. E. Demak, esimizda bo'lsa, do'stlar. Ikkinchi nuqta nimani belgilashi esimizdami? Ikkinchi harfcha. Mana E harfida, mana bunday A harfi ekan mana. A bitta qo'shsak ya bo'lar ekan. Qo'pol qilayotganda mana A harfimiz bor edi. To'rtburchak emas, mana bu ko'kimiz ya bo'lar ekan mana. Bu yerda yana bitta qo'shsam nimaga o'zgaradi? E harfida eshakdagi E edi. Yo'q, marhamat, kim mikrofon yoqmoqchi, kim aytib ko'rmoqchi? E. Mana bu yana bitta qo'shdik. Nimaga aylanar ekan? Marhamat Xurshid aka, aytib ko'ring. Y ga o'zgaradi, bu Y bo'ladi. To'ppa-to'g'ri, Y ga o'zgarar ekan, mana Y. Demak, Y hamda E harfi bo'lar ekan, Y bo'lar ekan. Yana bittasiga o'tamiz. Mana bu ham E degan aslida, mana bu E harf. Faqat eshakdagi eshak emas, qo'pol eshitilishi kerak emas-da bu. Yumshoqroq E. Bu tilimizning uchrog'idan chiqadigan Y harfiga o'xshagan E bo'ladi, E. E emas, E desangiz, ey, baqara demoqchi bo'lsangiz, tomog'ingizdan chiqadigan ovoz, mana tepasidagi, mana eshakdagi. Bu eshikdagi, eshik. Eshik deb ko'ring, eshak deb so'kib ko'ring. Bittasi tomog'ingizdan chiqadi, bittasi tilingiz uchidan chiqadi, Y harfiga o'xshagan E. Eshikni ochib yuboring, mana eshikni. Eshak degandan chiqadi. Tomog'imizdan chiqadigan variant mana bu yopiq bo'ladi. Okey? Tilimiz uchrog'idan chiqadigan E harfimizni E deydigan bo'lsak, bu mana bunga teng bo'ladi ekan. Bunga ham xuddi shu, bo'y tepadagi hikoya ishlaydi. Ikkinchini qo'shib qo'ysak nima harfga aylanib qoladi bu? Y bo'ladi yana bu. Y bo'lar ekan, to'ppa-to'g'ri. Mana shunaqa gap ekan do'stlar. Muammo yo'q, hammasi E, короче. Qolganlari bundan ham oson. Nimalar qoldi? Yo'q bo'ladi-da.
Aha, o bilan a tez aytsangiz va bo'ladi, va. Va bo'lib kelar ekan. U bilan o. Va, u o. Mana shunaqasiga o'zgarib ketaverar ekan. Hammasi xuddi shu qoidaga bo'ysunadi. Faqat o'zbek talabalarimizda bitta minus bor. U bilan i ni ayta olmaydi ko'plar. Uy deyolmaydi. Okey, mana shunaqa tarafi bor ekan, o'rganishimiz kerak. Mana shuni qaytib. I demoqchi bo'lsak, tishdagi demoqchi bo'lsak, yig'layapti o'sha narsa deb ishlatsak bo'ladi. U bilan i aralashgan variantiga o'xshagan narsa hisoblanadi. Mana shunaqa narsamiz bor ekan. Diftomlarni sekin-sekin o'qib olaverasiz. Okey, darsimizdan zapis счётgacha